Assalomu alaykum ko'pchilik. Oldi bilan Qurban hayiti muborak bo'lsin. Oldingi ikki qatimliq leksiyada ko'ngilnodak Uyg'ur tarixidan unutilmas savoqlar degan temada so'zlab o'tganda so'zlab mushu 40-yillarning oxiri, ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining yiqilishidan kommunist Xitoyning kelib Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin ularning dastlab qadamda, ya'ni 1955-yili Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni degan nomdagi bir soxta avtonomiyani berish jarayoniga bo'lgan. Bu jarayondagi ba'zi masalalarni, tarixiy qismatlarni, tarixiy voqealarni tonishtirib chiqishni muhim deb o'yladim. Chunki bilasizlar, 1945 dan 49gacha bo'lgan oraliqdagi ikkinchi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati mavjud vaqtda dunyoda Türkiye'den başka Türkiye tildeki milletlerindeki ikinci bir mustaqil devleti yok idi. Şuna mundaqça aytganda Türkiye'den başka bizning vatanimizda, shundaqla vatanimizning shimolidagi 3 viloyatni asos qilgan territoriyada qurilgan bu mustaqil hokimiyat Türkiye milletlerinin Türkiye'den başka ikinci bir mustaqil bir devlet idi. Bu mustaqil devletning küçeygen vaqtidagi 30 necha ming kishilik milliy armiyasi keyingi betimdan keyin gerçi 13 ming atrofida qisqartishni talab qilgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda masalan Osmanlı'nın yüz o'rishi va boshqa urushlar tufaylidan milliy armiyaning soni Xitoy talab qilgandek u darajada tuvan bo'lmagan. Shunga mustaqil bir hokimiyat va uning tarkibidagi Sharqiy Turkiston milliy armiyasi, ya'ni 10 necha ming kishilik bu Sharqiy Turkiston milliy armiyasi qanday qilib qisqa bir vaqtning ichida Xitoy kompartiyasining hokimiyati kelishi bilan bular hammasi yig'ishtirilib Xitoyning kunligi ostiga kirib qoldi degan savol hammamizni qiynaydi. Bu qarmoqqa kommunist Xitoy besib bir qancha yilning ichida osonla o'zlashtirib buni ichiga qo'shib o'tganda ko'rinsa-mu, amaliyotda buning jarayoniga nihoyatda cho'ng voqealar, shundaqla Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qolgan sarxillarning bu jihatdagi nurg'un kurashlari, bularning hammasi mushu jarayonga yo'shirilgan. Shunga tuvanda men qisqacha qilib bir qancha muhim nuqtalarni deb o'tmoqchi. Bu yerdamda bugungi asosliq temalar mushlar shu. Bu yer yozganlarim faqat Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qandoq yiqilib, Xitoy qandoqlarcha bizning vatanni egallab, eng oxirida nomdagi bir Şinjan Uyghur Avtonom rayoni deydigan bir soxta avtonomiyani o'rnatdi degan bu jarayondagi muhim bir necha temalar bor. Birisi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati oxirlashish yoki yiqilish harpisida, ya'ni 49-yili bir hal qilg'ush bir yil. 49-yili 10-oyda Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi bizning vatanga kirishning oldida yoki Ahmadjon Qosimiy vakilligidagi bizning 5 nafar vakilimiz Beijing safarining oldida iledagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bilan Beijingni markaz qilgan yoki Yananni markaz qilgan Xitoy kompartiyasi o'ttirsida bizga oshkora bo'lmagan nihoyat ishki jihatdagi ba'zi talash tortishlar bo'lgan. Chunki Kuomintang yoki millatchi Xitoy hokimiyati yemirildi, uning o'rniga kommunistlar chiqdi. Kommunistlar chiqqandan keyin iledagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati xuddi iledagi o'z vaqtidagi xalq o'tir qo'ygandek bizning taqdirimiz qachongacha qo'ziqda esliq turdi degan savolni talay qatam Ahmadjon apandidan so'ragan. Shunga Ahmadjon apandi 1949-yili 1949-yili 1-oyning oxiridan toki 49-yili 8-oyning oxiri Beijingga mangchi bo'lgan bu jarayonda iledagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bilan Yanandagi Xitoy kompartiyasining o'rtasida bir ishki talash tortish yoki bizning vatanning kelgusi taqdiri haqidagi ba'zi talash tortishlarning bo'lganligi aniq. Bu hozirgacha tarixiy kitoblarda yozilmadi yoki arxivlarning oshkor bo'lmasligi, hujjatlarning oshkorlanmasligi tufaylidan mushu tarix qorong'i petib qoldi. Shunga men mayada bir qancha dokumentni, hujjatni ko'rsatib o'tmoqchi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bilan Xitoy kompartiyasi o'rtasida bizning vatanni cho'rdigan talash tortishlar dastlabki yoki ishki qismi talash tortish. Bu bir nuqta. Ikkinchisi, Ahmadjon Qosimiy qatorliq 5 nafar vakilimiz sirliq aeroplan qazosida o'ldirilgandan keyin, uningdan keyin tuyuqsiz Sayfiddin Azizi iledagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining birinchi nomorliq arbobi sifatida
Beyjingga chaqirtildi. Şuna bu vaqtda tağı Saybeden'nin Ahmetcan Qasimi'nin o'rnini dəstəydigan yoki uningga varislik qilgan bir salohiyati bormi? Bu salohiyat nereden keldi degan masala bor. Chunki Ahmetcan Qasimlarning o'lim xabari birinchi qatam ilidagi Sovet konsulxonasiga kelgan vaqtda Saybeden'ning aslimisining ikkinchi qismiga diqqat qilsanglar, tuyuqsiz Alg'a gezisining maqolasini tayyorlab o'tasam, Sovet konsulxonasidan telefon keldi deydi. Telefon kelib, darhol kelishimni aytdi. Konsulxonaga borgandan keyin bu birinchi xabarni Saybedenga o'qitagan. Aqidallar Sovet konsulxonasi Saybedenga Beyjingga borsan deb borgan vakillarning ismligini Sovet konsulxonasi bergan. Saybeden Azizi, Cho'chakdagi Olimjon. Olimjonning o'zi o'zbek. Agar qoida bo'yicha Beyjingga berish to'g'ri kelsa, Saybeden yozilur qozoqlardan bir vakil bo'lish kerak degandan yo'q, mushu bekitilgan vakillar bordi deydi. Shuning bilan bu Olimjon toz yaxshi odam emasdi, u bu degandan keyin mushu vakil bordi deb. Shunda Saybedenning ashar degan bir gap bor. Sovetlik do'stlarimizning gapini qandoq maraq qilib bo'lsin, ikkinchi qismiga diqqat qilsanglar oxirida bir jumla so'zni ishlatgan. Demek bu gap endi odatdagi mundaq gap bo'lgan bilan shu vaqtdagi holat endi qayerdan belgilandi. Demek Saybeden endi Beyjingga borgandan keyin bu yerda Saybedenning o'zining aslimisidagi Beyjingdagi bo'lgan ishlardan boshqa hozir qadar Saybeden Beyjingga borgandan keyin Xitoy Kompartiyasining yuqori qatlamidagilar bilan qandoq so'zlashdi, nimalarni deyishdi, bizning vatanning taqdiri haqida qandoq gaplar bo'lindi. Buningga oid ikkinchi bir manba ya Xitoy Kompartiyasi oshkorlamadi yoki Sovet tarafining yo'q. Faqat Saybedenning o'qirmanlarga ulashmagan aslimisining 3-qismida buningga oid qimmatli ba'zi uchurlar bor. Ya'ni oradan 40 yillar o'tganda Saybeden Beyjingdagi nazarbanda turayotgan yillarda yozgan aslimisining 3-qismida bu to'g'riliq inchki detallar bor. Agar biz bunga bugun diqqat qilsak, uning Beyjingdagi mushu safar jarayonida nimalar deyishganligini mushu nimadan xilichiq paras qila olamiz. Bu bir tema. Uchinchisi, Saybeden Beyjingdan quruq qo'l qaytib kelgandan keyin oradan yil o'rnib 50-yil 1-oyga kelgan vaqtda tuyuqsiz Moskvadagi Mao Saybedenni chaqirtdi. Chunki Mao 49-yil 12-oydan 50-yil 3-oygacha olan aralıqda Sovet İttifaqida 4 oydagi turdi. Bu 4 oy jarayonida u o'z o'ylagandek Stalinning qarshi olishiga erishmaydi. Necha haftalar Moskva sirtidagi dachada Stalin qabul qilmay yashab turdi. Shunga Mao'ning ichi pishib, bu jarayonda Sovet taraf bilan ba'zi ishlar bo'lib, eng oxirida amalsiz Jo'nlayni chaqirtib kelib, Jo'nlay orqali so'zlashdi Sovet taraf bilan. Endi bu yerda Sovet tarafining qiziq yeri Mao yangidan qurilgan Xitoy Kompartiyasining hukmronining birinchi nomerlik rahbari bo'lib qolgan bilan Sovet taraf Şinjan bilan ayrim to'xtamnoma tuzimiz deydi. Bu yerdagi nimaga qaranglar. Bütün Xitoyni kontrol qilayotgan Xitoy Kompartiyasi bilan ayrim shartnoma, uningga Sovet ittifoqi bilan Şinjan to'g'riliq ayrim shartnoma tuzimiz degandan keyin Mao buni qattiq cho'chiydi. Cho'chib shuning bilan bu nimaga agar Şinjan bilan shartnoma tuzish to'g'ri kelsa, Sovet ittifoqi cho'qim Jumhuriy Xalq Jumhuriyatining nomi ostida bo'lish kerak. O'z oldiga tuzishga bo'lmaydi deb bu yerda nurg'un talash tortishlar bo'lib, eng oxirida yangidan qurilayotgan bu Xitoy Xalq Jumhuriyatining kunligi ostida Şinjan bilan Sovetning savdo kelishimi. Buningga Mao dastlabda Buran shahidi vakilligida bir o'mak avasson deb Beyjingga qilsa, oqidan Sovet taraf Buran emas, Saybeden kelsin deydi oyada. Hamda qoida bo'yicha u chog'dagi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni qurilmagan. Şinjan o'lkalik xalq hukumati 50-yilning 5-ida. Bu o'lkalik xalq hukumatining raisi Buran shahidi. Saybeden muavin raisi bunga. Şuna agar hukumatga vakolatdan berish to'g'ri kelsa, Buran berish kerak. Shunga Mao gerçi Buranni chaqirgan bo'lsa-mu, ammo Sovet taraf Saybeden kelsin degandan keyin bu o'zgarib 1-oyning 30-kuni Saybeden o'mak boshliq bo'lib, uning ostida Dingli uchun Mahanbing, uningdagi nima Muratov yana bir kishi bor. Bular Moskvaga bordi. Shunga Saybedenning bu Moskvadagi kelishim jarayonida Xitoy Kompartiyasining Mao bilan Jo'nlay bilan ishki qismi so'zlashgan ba'zi ahvollar, uningdan Saybeden bilan Stalin o'rtasidagi bir qancha dialoglar va ishki dialoglar. Shunga gerçi qo'limizda yetarli arxiv bo'lmasa-mu, ammo Saybedenning aslimisidagi ba'zi detallar ularning
Moskvada bizim vatanning taqdiri to'g'riliq nimalar deyishganligini bilishimizda ma'lum ipuch bilan ta'minlaydi bizni. Uningdan keyingi tema yana milliy armiyaning taqdiri. Biz baydilik o'z vaqtidagi Markaziy Osiyodagi bir mustaqil davlatning eng kuchli bir armiyasi qanday qilib bir qancha oyning ichida Xitoy ozodlik armiyasining 5-korpus qilib o'zgartirildi. 5-korpusga o'zgartirilgandan keyin milliy armiyaning kokar va boshqa belgilari qanday elib etildi. Uningdan milliy armiyaning har qaysi polk diviziyalariga Xitoy Kompartiyasining siyosiy komissarlari qanday yerlashtirildi. Eng oxirida qisqagina 5 yil yetmagan ichida 54-yili milliy armiya qanday amaldan qoldirildi. Bu jarayonmi amaliyotda mushunchalik cho'ng tema. Uningdan keyin Iligroyning ishki qismidan yo'chiq ketish. Albatta, garchi Xitoy Kompartiyasi 49-yil 10-oyda bizim vatanga kirgan bilan texi ilg'a aldirab bormagan. Aldı bilan janubdagi 7 viloyat, Qashqar xotangichi bo'lgan joylar hammasiga ozod armiyani avatgan. Ilg'a qiziqarli yeri 49-yili 11-oyning 12-kuni Wangzhen Saybidillar bilan ilg'a bordi. O'ylab boqinglar, 11-oyning 12-kuni Cumhuriyetimiz qurilgan bir kun. Yani dal shu kunda Wangzhen Manasning chegarasidan o'tib ilin dasaydi. O'zi bilan birga Xitoy xalq ozodlik armiyasining bir polki Manas daryosidan o'tib ilidagi kurak kirib o'rilishidir. Bu simvollik, bu nimaga chisaga qaranglar bu yerda. Shunga garchi Xitoy xalq ozodlik armiyasining bir polki kuragi o'rilashgan bo'lsa-mu, lekin oldirab toki 51-52 gacha Xitoy Kompartiyasi janubdagi 7 viloyatda qilgan yer islohoti, zo'migarlarga qarshi turish bu narsalarni oldirab ilida qilolmagan. Chunki bir setda milliy armiya yana mavjud, garchi 5-korpusga aylangan bo'lsa-mu. Ikkinchisi, bu yer islohoti, zo'migarlarga qarshi turish bu deganlarni o'tirib qo'ygan vaqtda ilidagi sarxillar, masalan Sayfulloyevlar o'tirib chiqib, biz allaqachon 44-yilda sotsialistik inqilob qilib, ilida bu ishdan tugitib bo'lgan. Shunga ilida yer islohoti qilish bular hojatsiz. Demak, sizlardan burun degan gap bizning qadamimiz. Ma'nosini o'tirib qo'ygandan keyin bu qiyin ahvolda qolganda Wangzhen boshqalar. Chunki yer islohoti orqali iladagi sarxillarni urib o'zing kontrolli ostiga elishdan iborat bu qiyin jarayonni o'rinlash uchun cho'qim ilining ishki qismidan yo'chiq izlash kerak. Bu yo'chiq qanday ochildi? Shunga bu temada buni qisqa so'zlab o'tmoqchi. Oqidan endi ilidan yo'chiq ochilgandan keyin albatta ilini kontrol qilgan bilan ilida nayt yuqori obro'y inovatga ega xalq tarafidan qahramon deb qaralgan masalan G'ani Batur, Fatih Batur degan xalq qahramonlari bor. Bu xalq qahramonlari ba'zida qonundan belgilamadan ustun o'rinda turib, ilidagi nurg'un ishlarda bular yetakchilik o'rinda turgan. Shunga bular o'ylaganki, G'ani Batur qatorliq bu xalq qahramonlarining xalq ichidagi obro'yini qandoq obro'ysizlantirish, bularni xalqning nazaridan qandoq yiroqlashtirish, ilidan yo'chiq etishning eng muhim nuqtalari qaragan. Shunga 51-52dagi G'ani Baturni yig'ishtirish jarayonimi bizning diqqat qilgan bir nuqtamiz bu yerdagi. Undan keyin ittifoq. Chunki sizlar anglagan 48-yili 8-oyning 1-kuni Ahmadjon Qosimi ilidagi barliq guruhlarni hammani o'ttirib yig'ib, ilida Xinjiangda demokratiya, tinchlik va demokratiyani ilgari surish ittifoqi degan nom hamda. Nomi shundoq. Bir ittifoq degan tashkilotni qurdi. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining butkul ma'muriy siyosiy ishlarini o'sha ittifoq tashkiloti orqali elib berildi. İttifaq tashkilotining tashkiliy komiteti shu vaqtdagi eng huquqli organ. İttifaqning 35 a'zosi, uningdan 10 necha doimiy hay'ati bor. Bular orqali ilining ishlarini boshqargan. Shunga biz bugun ittifoq degan vaqtda xuddi kompartiyaning bir tashkilotidek mundaq bilingan bilan bu ittifoqning qurilishimi o'z vaqtidagi vaziyatning qisitishi bilan intayin strategik qurilgan bir tashkilot. Chunki ittifoq qurilgan vaqtida biz nima ishga ittifoq qurdik deb Ahmadjon Qosimning maqolasi bor. O shunda deydiki, biz aslida Sharqiy Turkiston Istiqloliyat partiyasi desak bo'ladi. Ammo bugungi realligimiz bizga nomga emas, amaliy shart-sharoitning talabiga ko'ra ittifoq deyishimizni bizga majbur qildi. Nomda ittifoq bo'lsa-mu, amaliyotda bu yerda buning kayniga yo'shirgan nima desa, ittifoq amaliyot bir partiya. Chunki kommunistlar kelgan vaqtda texi bizning vatanda kompartiyaning a'zolari intayin sanoqsiz, ittifoqning a'zolari shu vaqtda 24 mingdan 30 ming qadar kengaygan. Intayin cho'ng bir partiya tusini olgan.
Şuna Ahmetcan'ın gepi bilen aytқан vaqtda əməliyyatda bu Şərqi Türkistan İstiqlaliyet Partiyası öz dəvirdəki. Şuna Xitay bunu yemiriş üçün qədəmə-qədəm ən axırda 54-cü ili hətta Xitayның mərkəzi aralışıb ən axırda ittifaqni taqıtıdı. Demək bir partiyanın taqılışı bilan bundaq bir jarayonlar bilan ən axırda Şərqi Türkistan Cumhuriyeti və onun qalğan siyasi miraslar tamamen Xitayның kontrolü ostida o'tdi. Hem onun en ahırda ama avtonomiya kısım var. Yine bir cumhuriyetten qandaq qilib bir avtonom rayon bo'lib qoldi. Şuna avtonomiya meselesi intayin çoğun tiyin bo'lganligi uchun bugun vaqt yetmaydi. Men yuqori qismlarni qisqacha ta'kidlab o'tmoqchi.